Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilar. 2025-yilda shunaqangi naveslar qilish qanchadan bo'lyapti? Narxini yoritib beramiz. Mana ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz yana bitta Fayzli xonadonga chiroyli qilib naves qilib beribdi. Bu naves qildirganingizdan keyin albatta nima edi? Yomg'ir, pomg'ir, do'l-po'lda ho'lingiz quruq turadi. Yozda issig'ida ichidan anaqa qizib ketmaydi. Ya'ni muzdekroq turadi, qadrdonlar. Xo'sh, hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan bo'lyapti. Kimga shunaqangi uzumtok, naves leksanli, undan tashqari profinastilli, kompozit shiferli naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, ustakalarimiz nomerlari pastda bo'ladi. Undan tashqari darvozalar qilib berishyapti, qadrdonlar. Hayitgacha albatta Bozor va biznes kanalidan chiqsangiz, zakonnilab chiroyli qilib skidkalarni qilib beradi. Qaningiz bo'lmasa narxni yoritib berishni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustaga rahmat, Allohga shukr. Qo'ldan dard ko'rmasin. Xudo xolasa naves ham zo'r chiqibdi. Bitta aka, ob'ekt topshirdik. Gap yo'q. Ustaga bu qanaqangi varianti bu navesda? Shumkali naves aka. Shumkali varianti. Ya'ni yomg'ir, pomg'ir yo'g'anda, ya'ni taraqatroq bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi aka. Kun issiganda kun issiganda issiq o'tmaydi. Yomg'ir yoqqanda ovoz eshitilmaydi. Ovoz eshitilmaydi. Tushunarli. Xo'sh, ustaka, bu yerda masalan necha kunda o'rnatib ketdilar navesda? 2 kunda ustanovka qildik. 40 kunda olib keldik aka. Значит, mana bu narsalar, karkaslar hammasi o'sha o'zingiz ustaxonangizda yig'ilib va kraskalanib 2 kun 3 kunda o'rnatib ketiladi. Albatta aka. Bu necha mashina navesimiz? 17 ga 10 aka bu. 17 ga 10. Общий kvadrati 170 kvadrat bo'ldi. 170 kvadrat. Qancha bo'ldi endi ofis summasi? 51 millionga bo'ldi aka, 50 millionga qilib berdik. O'zi 51 million chiqadi, 300 mingdan 170 kvadrati, 50 millionga dogovor qo'yib berdik aka. 50 million so'm qadrdonlar. Bu shumkali, tepasida profinastil, falga, mana bu ko'rib turganlar kraskalangan DVP bo'ladi. O'shaning hisobiga shumka deyiladi. Xo'sh, 50 millionga buni ichida bonus qilib berdik dedingiz, adashmasam, mana shu darvozani. Mana shu 2 metrga 2.10 eshikni bonus qilib berdik aka. Darvozani ham qadrdonlar eng arzoni emas, 1 kvadrati 700 ming so'm bo'ladi. Mana shu 50 millionning ichida mana shu ot eshikni bonusga qilib beribdi. Gap yo'q, zo'r. Agarda sizlar ham shunaqangi naves qildirmoqchi bo'lsangiz, shunaqangi kichkina darvoza, eshikchalarni chiroyli qilib bonus qilib berishadi. Bo'lmasa narxidan chiroyli qilib o'tib berishadi. Ustaka, xo'sh, bunimizni 1 kvadrati 300 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, yo'q, menga faqat uzum tokni o'zi kerak deganlargacha. Uzum toklarga aka 160 mingdan 190 mingga. Misol 160 minglik varianti bundaqa bo'lmaydi aka. Armatura tashaladi, keyin turbadan bo'ladi aka. 190 minglik varianti xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi, usti ochiq bo'ladi. Usti ochiq bo'ladi. Tushunarli. Ketayotgan materialga qarab nima qiladi? Ketayotgan material yuqa qalinligiga qarab, endi buni har xil nimasi bor. Misol buni 350 minglik varianti bor ekan, 400 minglik, 500 minglik varianti bor. Materiallardan stenasiga bog'liq. Misol men 12 metrgadir yopib beraveramiz, bez stoyka ekan. Mana shu 10 metr ekan. Ikkita uchta bolam bemalol ko'taraveradi, usti qatiradi. Tushunarli. 12 metrgadir bemalol yopib beraveramiz. Gap yo'q. Zo'r. Xo'sh, agar mabodo uzr gapingizni bo'ldim. Gapiraverdim. Ustunsiz yopib beraveramiz demoqchiman. Bez ustun turadi. Faqat ikkala chekkasi ustun bo'ladi. 12 metrgadir. Endi mabodo ustaka, yo menga faqat yo leksanli yoki kompozit shiferlar bo'lsin desachi. Kompozit leksan mana shu holatda chiqadigan bo'lsa, kompozit yo leksan olib keladigan bo'lsa 450 mingdan 580 minggadir kvadrati. Variantiga qarab. Agar shu mana shu gullarning o'rniga lazer istaydigan bo'lsa, stoykalari, misol stoykalarigadir lazer bo'lyapti. Hozir tayyorlayapmiz sexda. Uni ham xudo xolasa obzorini beramiz. O'sha lazer listdan bo'ladigan bo'lsa, kvadratini 500 mingdan 550 minggadir qilib beramiz. Toshkentgadir dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi. Ichida. Voha tomongacha. Voha tomonlariga dastavkasi kelishiladi, keyin 100 kvadratdan oshiq bo'lsa, keyin olamiz aka. O'sha yerda ustanovka bor lekin, dastavkadan tashqari. Bor, ustanovkasi bor, dastavkasini kelishamiz voha tomonga. Zo'r. Qadrdonlar, sveti o'zgarsa, rangi o'zgarmaydi. Bundan tashqari darvozaxonalarga shapka, darvoza, temir, besetka, kimdir misol besetka, kimdir skameyka qo'shimcha deyapti. Misol kimgadir misol mana shunaqa 100 kvadratdan vodiy bo'ylab 100 kvadrat, 150 kvadratdan oshiq bo'lsa, skameykalarni ham bonus qilib beradi. Bonus qilib beradi. Bo'lmasa kichkina ochiq eshikcha gap yo'q. Xolasangiz kachela, xolasangiz stol, skameyka, bonus haykallarimiz yasab ketishadi ekan. Xo'sh, xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab. Pastda mana shu ustakamizni nomerlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa narxini chiroyli qilib, arzon narxlarda kачествоli, garantiyali shunaqangi naves, uzumtok, kazirok shunaqa narsalarni qilib berishadi. Ustaga salomat bo'lasiz. Bitta like bosib, o'sha naves kazirok qildiraman degan ekanlarimizni jo'natib qo'yasizlar. Albatta foydasi tegib qolishi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.